بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oxirgi darsimizda birodarlar tavfiq haqida suhbat qildik va sen tavfiqli odammisan degan savolni javobini topdik. Tavfiq Allohning qo'llashi. Tavfiq Allohning yo'llashi. Tavfiq Alloh sizni adashib ketishdan saqlashi. Tavfiq sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'ymasligi. Tavfiq yutuq. Ana shu iymonga, taqvoga, solih amallarga muvaffaq bo'lishlikni qanaqa yo'llari bor? Nima ish qilsak bizda tavfiq bo'ladi. Demak, mavzuyimiz tavfiqni qo'lga kiritishning qanday yo'llari bor? Va ma tavfiqi illa billah deydi Shuayb alayhisalom. Mening tavfiqim faqat Alloh bilan. Bironta yaxshi ishga muvaffaq bo'lmaymiz agar Alloh tavfiq bermasa. Biron gunohdan tiyala olmaymiz agar Alloh tavfiq bermasa. Tavfiq siz bilan bizga suvdek, havodek zarur narsa. Ana shu tavfiq bo'lsa, ikki dunyo saodatini qo'lga kiritamiz. Qanday qilsak taqvoga, solih amallarga muvaffaq bo'lamiz, tavfiq topamiz. Solih amal va taqvoga olib boradigan tavfiqning sabablari. Birinchisi, Allohga muhtojlik. Siz o'zingizning kuchingizga, quvvatingizga, tajribangizga, ilmingizga, pulingizga suyanmaysiz, ishonmaysiz. Bu narsalarda hammasini chetga surib qo'yasiz-da, qalbingiz Allohga muhtojlik hissi bilan to'ladi. O'zingizning ojizligingizni, zaifligingizni tan olasiz. Mana shunday zaifligingizni his qilgan holda Allohga ilhaqlik bilan duo qilasiz. Mana har kuni namozda Fotiha surasini o'qir ekanmiz, ihdinas sirotol mustaqim oyatini o'qiymiz. Bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qil. Allohdan to'g'ri yo'lda so'rashimiz aytiladi. Gunoh ma'siyatni tark qilishlikka Allohning o'zidan madad so'rashimiz kerak. Hidoyatni va solih amalni Alloh taoloning o'zidan so'rashimiz kerak. Alloh taolo hadis qudusiyda aytadi: "Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum." Ey bandalarim, sizlar hammanglar adashgansizlar. Hammanglar zalolatdasizlar. Faqatgina men hidoyat qilganlar bundan mustasno. Bas mendan hidoyat so'ranglar, sizlarni hidoyat qilaman. Men aniq bu ishga qo'l urmayman. Men aniq 30 kun roza tutaman deb hech qachon gunohni tark qilishlikka yoki savob ishni qilishlikka o'zingizga suyanib qolmang. Inshaalloh qilib beraman. Inshaalloh boraman. Javob: aka bo'ldi, muammoingiz hal bo'ldi, ketavering deydi. Javob: garantiya deydi. Sen o'zingga garantiya bera olaysanmi? Ha, u ishni qo'y hali. Ishni bitkazishni qo'y hali. O'zingni ertalab uyg'onishingga garantiya bera olaysanmi? Yo'g'a. Allohu yajtabi ilayhi man yasha va yahdi ilayhi man yunib. Alloh u dinga hidoyat topish uchun o'zi xohlagan kishilarni saylar va unga iltijo qiladigan kishilarni hidoyat qilur. Alloh kimga hidoyat qilar ekan? Kimga tavfiq berar ekan? Unga duo qilib iltijo qilganlarga. Tavfiq Allohning marhamati. Tavfiqni faqat Alloh taolo beradi. Tavfiqni faqat Allohdan umid qilamiz. Demak, sabablarning birinchisi Allohga muhtojligingizni his qilishingiz. Ikkinchi sababi o'zingizni ojizligingizni tan olishingiz. Siz o'zingizni ojiz, zaif ekanligingizni tan olasiz.
Allohga muhtoj ekanligingizni e'tirof qilib, bo'yin sunasiz. Shunda Alloh taoloning marhamati bo'lsa, tavfiq bo'ladi. Tavfiq faqat Alloh tomonidan beriladi. Soddaroq qilib aytaymi? Yozuvchilar, shoirlar faoliyatida, ijodida bir to'xtalish bo'lib qoladi. Ijodiy krizis deb qo'yadi. Ilhom kelmaydi bizning tilda aytganda. Va bir ilhom kelib qoladi, nima bo'ladi? Darrov yozib qoladi haligi. Ana shu tavfiq deyiladi shu. Turibdi usta qarab, qanaqa qilsamikin deydi shu problemani hal qilishga. Hech topa olmaydi. Bir hafta o'ylanadi. Keyin Alloh taolo shu tavfiqni bersa, evrika deydi. Topdim degani. O'zi topgani yo'q u. Alloh nima qildi unga? Shoyib alayhisalom aytadi: Astagfirullah. "Va ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu va ilayhi unib." Men faqat imkonim boricha isloh qilishni istayman, xolos. Va bunga yolg'iz Allohning tavfiqi, yordami bilangina muvaffaq bo'laman. Allohning o'ziga suyandim, o'ziga iltijo qildim. Men sizlarni isloh bo'lishinglarni xohlab, menga bog'liq bo'lgan ishni qilaman. U yog'i kimdan? U yog'i Allohdan, tavfiq Allohdan deyapti. Banda yaxshilik talabida sa'y harakat qilish kerak. Bo'lganidek, yana Robbisining yordamiga suyanishi ham kerak. Va mana shu ishida, mana shu maqsadiga yetishlikda unga yordam beradigan faqat Alloh taolo ekanligini bilishligi ham kerak. Shuning uchun mustor holda Allohning yordamiga muhtoj ekanligini tan olgan holda yalinib, yolvorib duo qilishligi kerak bo'ladi. Va Allohning g'azabidan, qahridan qutulishlik faqat Alloh taolo yordam bersa, shu narsaga muvofiq bo'lishini ham tushunish kerak. Allohning roziligi yetishligi ham, savobli ishni qilishi ham, savobli ishni qilishi ham Allohning yordami bilan ekanligini bilish kerak. Demak, meni qo'limda hech narsa yo'q ekanda. Ha, seni qo'lingda hech narsa yo'q. Agar Alloh bermasa. Shuni tushunsang, ine tavfiq beriladi senga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani o'zining duolarida bizga ta'lim berganlar. Marhamat qilib aytganlarki, Allohumma rahmataka arju. Parvardigor, rahmatingni umid qilaman. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham o'zimni holimga tashlab qo'ymagin. Ko'zingizni bir ochib yumdingiz. Qancha vaqt ketadi? Endi payg'ambarimizning duosini ko'ryapsizmi? Ko'zimni ochib yumgunchalik bo'lgan muddatga ham meni tashlab qo'yma. Bir hovuch oshni olamiz, deganimizda bitta ko'cha o'tib ketib qolgani. Ana o'sha 1 sekundni 4dan 1dan qisqaroq muddat o'tib ketdi. Bo'lib qolgansiz. Ha, Alloh demak sizni o'sha paytda o'zingiz holingizga tashlab qo'yuvdi. Ahvolingizni ko'ring. O'sha qo'lingiz surilib ketadi, hali bir narsani kesayotganingizda. Bo'l qish kesildi, biroq oldi. Endi ko'zingizni yumdingiz, 2 sekundga qatib qoldi. Tushib ketdi jallikka qarab. Siz tavfiqni nimaligini tushunsangiz, qo'rqadigan bo'lib qolasiz har bitta holatda. Parvardigor 1 sekundga ham, uni 4dan 1cha muddatga ham meni nima qilib qo'ymagin? Holimga tashab qo'ymagin. Shunda ko'zi ketdi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum deb domla o'zi ma'ruzani tugatyapti. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum innalloh tugadi bu ma'ruza. Ana Alloh taolo olib qo'ydi aqlingni, uxlatib qo'ydi. Ko'zi shunda ketadi, qarasa 2 soat o'tgan bo'ladi. Kech qopqon samolyotdan ketdingiz. Ey birodar, tushuning, agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, tupurgingizni yuta olmaysiz. Allohning tavfiqi bo'lmasa, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Endi tushunyapsizmi tavfiqni nimaligini? Muhammad alayhisalomdek zot aytayaptilar, Parvardigor meni o'zimni holimga tashlab qo'ymagin. Ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham, undan qisqaroq muddatga ham doim tavfiqini berib turgin menga. Duoni qarang davomini. Va aslih li sha'ni la ilaha illa anta. Men uchun ishlarimni hammasini isloh qilgin, sendan o'zga iloh yo'q. Meni ishimni
qisqa muddatga ham o'zimga tashlab qo'yma. Chunki kimdan Alloh taolo tavfiqni olib, o'zini holiga tashlab qo'yadigan bo'lsa, bu odam o'zini nafsini ham tutishga qodir bo'lmay qoladi. Toatlar zoyi bo'ladi, ma'siyatlar kirib qoladi. Mo'min odam qalbida mana shu qayg'u, mana shu o'y fikr doim turishi kerak. Allohni tanigan oriflar aytishadi. Tavfiq Alloh seni o'zingni holingga tashlab qo'ymasligi. Xizlan tavfiqning ziddi, yordamsiz qo'yishi. Nima degani? Xizlan yordamsiz qo'yishi, seni nafsingni o'zingga qoldirib qo'yishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Parvardigor, men sendan izzatingni o'rtaga qo'yib so'rayman, meni adashtirib qo'ymagin. Agar Alloh taolo o'zingizni holingizga tashlab qo'ysa, xolis voy. Tavfiq Alloh sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'ymasligi, xizlan xorlik Alloh sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'yishligi. Demak, tavfiqning birinchi sababi Allohga muhtojligingizni bilishingiz, ikkinchisi o'zingizni ojizligingizni tan olishligingiz. Uchinchisi o'zingizni aql zakovatingizga suyanmasligingiz, aldanib qolmasligingiz kerak. Banda har qancha aqlli bo'lmasin, har qancha tajribali, har qancha mohir usta bo'lmasin, aqliga suyanib tavfiqdan behojat bo'la olmaydi. Chunki aqlda o'zigagina suyansiz, Alloh tavfiq bermasa, adashib ketishingiz aniq. Dalil. Mana g'arb odamlarini qarasangiz, yer yuzida yashayotgan xalqlar orasida aqlli, xushli odamlar, ilmli, ma'rifatli, ziyoli. Ammo Hindistonda qarasangiz, o'sha IT texnologiyalar bo'yicha birinchi IT ishchilar o'shada bo'lib turib, o'qimishli, ziyoli hokazo, ammo molni tezagini betiga surtib yuribdi. Jinni deya olmaysiz, aql hushi joyida, lekin tavfiq yo'q. Ana shu sigir, ular muqaddasda bo'ladigan sigir yo'lda o'rtasiga yotib olsa, bittasi kelib tur deb o'rnidan jildira olmaydi, jur'at qilisha olmaydi. O'zlari toshdan yasab olgan haykallarini olib ibodat qilishadi. Yana qaytarib aytaman, aqlda o'ziga suyansangiz, aql bu nuqsonli narsa. Aqlning chegarasi bor. Aql hamma narsani idrok qila olmaydi, xuddi ko'zda nuri singari. G'arb qarang. LGBT, feminizm, 100 dan ortiq jins bor u yurtlarda. Ya'ni o'sha xalqlar tan oladigan 100 dan ortiq jinslar bor. Erkak va ayol jinsi bor. Odam alayhisalomdan 21-asrgacha jins faqat 2 ta bo'lgan. Endi hozirga kelib turib ana shu g'alb odamlari aqligagina suyanib, Allohni unutishuvdi. Alloh ularga tavfiq bermadi. 140 ta jins bor biz yurtimizda deyapti jurnalist. Nimaga ular mana shu tomonga oqib ketdi? Ular Allohni unutishuvdi. Alloh ham ularni unutdi. Alloh tavfiqini olib qo'ydi. Ularda aqli bor, dunyo ishlarida peshqadam, texnologiyalarda tengsiz, faqat ular aqligagina suyanishdi. Allohning tavfiqini so'rashmadi. Shuning uchun nima bo'ldi? Shayton ularning aqllarini o'ynatdi. Ilmingizga suyanmaysiz, tajribangizga suyanmaysiz, Allohning tavfiqiga suyanasiz. Astagfirullah. Istahvaza alayhimush shaytonu fa ansahum zikralloh. Ulaika hizbush shayton. Ala inna hizbash shaytoni humul khosirun. Ularni shayton egallab olib, ularga Allohni eslashni unuttirdi. Ana o'shalar shayton hizbi guruhidadirlar. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta shayton hizbi bo'lgan kimsalargina ziyon ko'rgushidirlar. Shayton ularga Allohni unuttirdi. Alloh ularni unutdi, ya'ni o'zini holiga tashlab qo'ydi, tavfiqini bermadi, xor bo'lishdi. Astagfirullah. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay. Lekin ular Allohning oyat mo'jizalarini inkor etganlari uchun ularga
quloq ko'zlari ham, dillari ham biron foyda bermadi. Ya'ni haq yo'lni ko'rib idrok qila olishmadi. Va ularni o'zlari masxara qilib kulgan narsalari, ya'ni Allohning azobi o'rab oldi. Aqlingizga suyanmaysiz, ilmingizga suyanmaysiz, mahoratingizga, tajribangizga hech qachon suyanmaysiz. Parvardigor o'zing sharmanda qilib qo'ymagin. Parvardigor o'zing qo'llagin. 1000 marta damlagansiz hali oshdi. Oshpaz bo'lgan bo'lsangiz. Har safar damlayotganda aytasiz, Parvardigor sharmanda qilib qo'ymagin. 1000 marta kraska sepgansiz o'sha mashinaga, aytasiz, Parvardigor, "Men ko'zimni yumib turib qo'yaman" deydi. Ko'zni yumib turib qo'yasizmi? Demak, siz Allohni tanimaysiz ekan. Astagfirullah. Lahum qulubun la yafqahuna biha va lahum a'yunun la yubsiruna biha va lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Biz jin va insdan ko'plarini jahannam uchun yaratganimiz muhaqqaqdirki, ularning dillari bor, anglay olmaydilar, ko'zlari bor u ko'ra olmaydilar, quloqlari bor u eshitmaydilar. Qarang, aqli, ko'zi, quloqi joyida, lekin Alloh tavfiqni olib qo'ygani uchun u aqllari haqiqatni ko'rsatib bera olmadi. Alloh taolo aytadi, ular chorvalar kabidirlar. Yo'q, ular beaql, befahmlikda chorvalardan ham battardirlar. Ana o'shalar g'aflatda qolgan kimsalardir. Ishonmang mashinangiz yangiligiga. Ishonmang shoferingizni mohirligiga. 30 yildan beri Rossiyaga qatnaydi deydi. Mashinasi ham yangi, garantiya zo'r olib boradi deydi. Qayoqdan bilasan? Qayoqdan bilasan? U mashinasini yangiligi, shofirni mohirligi sabab xolos. Sen shu sababni zo'rini qilishing kerak xolos. Natija kim qo'lida? Yoki deydi Alloh taolo Furqon surasida, yoki siz ularning ko'plari haq so'zni tinglay oladilar, yo anglay oladilar deb o'ylaysizmi? Undaq emas. Zero ular hech narsa emaslar. Magar chorva hayvonlari kabidirlar? Yo'q, ular yanada yo'ldan ozgorroq kimsalardir. Imom Zahabiy aytadi: "La'anallohu zaka bila imanin va radiyallohu anil baladati ma'at taqwa." Alloh iymonsiz aqlni, iymonsiz zakovatni la'natlasin. Alloh taqvo bilan bo'lgan soddalikdan rozi bo'lsin. Shuning uchun tavfiq Allohning qo'lida. Tavfiqni Allohning o'zidan so'rashlik kerak. Aqlimizga, ilmimizga, tajribamizga suyanmasligimiz kerak. Alloh azza va jalla tavfiqini siz bilan biz ustimizdan ko'tarib qo'ymasin. Doimiy suratda o'zini madadi, tavfiqi, qo'llashligini ato qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.